To'g'risini aytsam, nima qilib bo'lsa ham bolali bo'lishni xohlayman. Dildora, avvalo niyatingizni to'g'irlashingiz kerak. Nima bo'lsa ham farzandli bo'lsam bo'ldi degan niyat bu xato niyat hisoblanadi. Kim bilsin, balki nogiron farzand berishi mumkin. Shuning uchun avvalo niyatingizni to'g'irlang. Siz farzandni oilani saqlab qolish uchun qurol qilmoqchisiz. Siz bilan terapiya o'tkazib ko'raylik. Aslida farzandli bo'lishni rostdan xohlaysizmi yoki faqat atrofdagilarga isbotlash uchunginami? Buni aniqlab olishimiz kerak. Buni tushunib olgandan keyin sizga men o'zimni tavsiyalarimni bera olaman. Xo'sh, nimadir zakaz qilamizmi? Sizga gapim bor. Shoshmay tur. Birinchi men aytay. Uyga qaytasanmi? Xullas, men psixologga boraman. Xo'p. So'ramaysizmi, psixolog nimalar deyapti? Yo'q, menga qiziq emas. Bo'ldi, ketamiz. Bo'ldi, arzimagan narsaga xafa bo'lmagin. Arzimagan narsa? O'zichi, siz men bilan umuman qiziqmaysiz. Nima xohlayapsan, nima istaysan degan fikr sizda yo'q. Videolaring jonimga tegib ketdi. Biz ham bir odamlarga o'xshab yashaymizmi, yo'qmi? Tahlillarni qilib ko'rdik va ongosda ajrimdan qo'rquvingiz katta va farzandli bo'la olmaslik xohishi bor. Qanaqasiga? Men juda ham homilador bo'lishni xohlayman. Mana shu har bitta yozganlarim siz savollarimga javob berganingiz, bu har bittasi ustunovka va mana shu ssenariy asosida yashayapsiz degani. Bolaligingiz og'ir o'tgan va xuddi shunday bolalikni siz o'z farzandingizga ham ravo ko'rmaysiz. Shuning uchun ongosda farzandli bo'lishga qattiq qarshilik qilyapti. Oilamizda ko'p urush bo'lyapti oxirgi paytlar. Shu narsa ham homilador bo'lishimga to'sqinlik qiladimi? Ya'ni erim bilan janjallarimiz. Psixologiyada bunga yechim bor. Biz sababini qilamiz, natijasi albatta Allohdan. Xo'sh, ketdingmi? Ketdik. Aha. Balki yangilik bordir. Yo'q. Qo'ysizchi. Men endi ham ishonmayman. O'ziga boramiz, a? Qo'ying, yana meni umidvor qilmang. Iltimos, kayfiyat tushirmaylik. Bo'pti, ketdi.